Yoshlarning innovatsion loyiha va tashabbuslarini amaliyotga joriy etish maqsadida mamlakatimizning barcha hududlarida zamonaviy axborot texnologiyalari va raqamli texnologiyalar markazlari tashkil etilmoqda. Bekobod tumanida ish boshlagan innovatsion IT markazi ham hudud yoshlarining yangi g'oyalarini ro'yobga chiqarish, qolaversa startap loyihalarini amalga oshirishga yaxshi imkondir. Sir emas, bugun dunyo iqtisodiyotida eng tez o'sayotgan tarmoq bu IT sanoati. Nimaga? Chunki bitta dastur yoki startap minglab kilometr uzoqdagi bozorga chiqishi yoki butun bir hududning iqtisodiyotini o'zgartirish kuchiga ega. Va o'sha startaplar ham qachonlardir kichkina g'oya va kichkina xonadan boshlangan. Agar ular kattaroq bir IT atmosferasida shakllanadigan bo'lsa, mana shu startaplarning jarayonlari ham tezlashadi. Ya'ni IT parklarda. Nega buni aytyapman? Bugun O'zbekistonda ham IT xizmatlar eksporti 1 milliard dollarga yetgan bo'lsa, bunda IT parklarning o'rni yuqori. Nafaqat poytaxtdagi, balki hududlardagi IT parklarni ham, chunki bugun viloyatlarda, ya'ni hududlarda ham mana shu sohaga qiziquvchi yoshlarning soni ortib boryapti. Xususan, Bekobodliklarda ham IT sohasida, mana shu IT atmosferasida endi birgalikda shug'ullanish imkoniyati bor, chunki endi ularning o'zlarini IT parklari bor. Nimaga tuman miqyosida bu bunaqa markazlarni ochilishi muhim. Respublikamizda mana poytaxtda imkoniyatlar juda katta. Yoshlarni hammasi o'sha o'zlarini ishlamalarini ishga tushirishda oson. Viloyatlarimizda mana IT park filiallari, mana Qoraqalpog'iston Respublikasida o'tgan yil bo'ldi. Har bir viloyatlarimizda mana filiallarimiz bor. 38 milliondan oshiq aholimiz bor. 22 millionga yaqin yoshlarimiz bor. O'zbekiston Respublikasi 200 dan ortiq tuman shaharlar bo'lsa, o'sha tuman markaziy shaharlarda ham shunaqa markazlarni, maskanlarni tashkil qilgan holda bu yerga ularni yig'ib, bir-birlarini fikr almashinuvlarini, yangi g'oyalarini xomligidan o'sha pishirib, yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qiladigan markaz bu. Metallurgiya sanoati bilan tanilgan Bekobod endilikda raqamli texnologiyalar va startap g'oyalar uchun ham yangi makonga aylanyapti. Zamonaviy infratuzilma asosida barpo etilgan markazda yoshlar dasturlash, sun'iy intellekt, grafik dizayn, kiberxavfsizlik va startap boshqaruvi kabi yo'nalishlarda bilim olishi mumkin. Bu o'zi aslida texnikum hududida, texnikum hududidan IT park tashabbusi bilan Bekobod tumani uchun maxsus qilib IT park filial ochib berildi. Umuman olganda bu IT park hamma tomondan zamonaviy bo'ldi deb o'ylaymiz, chunki ichkaridagi sharoitlar, yoshlarga berilgan yangi jihozlar barchasi hamma zamonaviy jihozlar. Bir haftaning ichida 70 ta bola yig'ildi. Bu albatta juda katta natija, chunki mana biz 10 yildan beri ta'lim sohasidamiz. Bunaqa tez o'sish bo'lmagan hali, to'g'risi. Bu IT markazimizda faqatgina teoriya bilan ishlamasdan, balki xudo xolasa kelajakda biz reja qilyapmiz, yaqin 6 oy ichida katta kompaniyalar bilan kollaboratsiya qilib, ularni programmalar olib kelib, biz o'zimiz ularga mutaxassislar bermoqchimiz va outsourcing usulida shu yerdan turib, Bekoboddan turib Toshkent uchun, boshqa kerak bo'lsa Yevropa uchun ishlaydigan kuchli mutaxassislar chiqarmoqchimiz. Raqamli texnologiyalar bugun yoshlar uchun shunchaki qiziqish emas, balki kelajak kasbiga aylangan. Xo'sh, bu markaz yoshlarga qanday imkoniyatlar beradi? Umuman bekobodlik yoshlar kelajakda o'zlarini IT sohasida qanday tasavvur qilmoqda? Biz oldin dasturlashga qiziqardik, o'qish uchun Toshkentga borib o'qib kelish kerak bo'lardi. Bu yerda ko'p xarajatlar, noqulaylik ko'p edi. Bu yerda IT park ochilib, hozir hamma bolalarga, yoshlarga faqat dasturlash yo'nalishida emas, boshqa yo'nalishlarda ham ancha yaxshi bo'ldi. Uyimizga ham yaqin, ota-onamizga yaqinroq joyda bo'lamiz, borib kelish uchun ancha qulay bo'ldi. Kelajakda katta software injener bo'lmoqchiman. Hozirda IT sohasida o'qiyapman. Shunchalik xursandman bu yerda IT park ochilganidan. Ba'zi bir o'rtoqlarim bordi, ular ham IT bo'yicha o'qish kerak edi. Shu joy ochilganda hammamiz bitta bo'ldik. Hammamiz birga ishlayapmiz. Hozir endi loyihalarimizni ham qilamiz. Sharoitlar juda ham zo'r. Siz bilan aytganda biz o'qishimiz uchun hamma sharoitlar qilingan. Buning uchun albatta prezidentimizdan minnatdormiz. Ancha xursand bo'ldim. Nega? Chunki endi bu yerda yana ITda o'qiydigan bolalar ko'payadi, qiziqadigan odamlar ko'payadi, raqobatchilar ko'payadi. Ilgari uyda o'tirib, onlayn Telegram gruppalardan yozib, so'rab, o'zimiz o'rganardik-da. Endi shu IT park ochilgandan keyin haqiqiy jonli odamlar bilan gaplashib, yangi ro'yxatga kiritamiz. Yangi zamonaviy innovatsion park bu g'oya tug'iladigan, startaplar shakllanadigan va yosh mutaxassislar global IT bozoriga chiqadigan maydon. Ya'ni Bekoboddan turib ham dunyo kompaniyalari uchun dastur yozish, xizmat ko'rsatish yoki o'z startapini yaratish imkoniyati bor. Masalan, markazning ochilish marosimida raqamli texnologiyalar vaziriga o'z loyihalarini taqdim qilgan yoshlarda ushbu imkoniyatni yaqqol ko'rish mumkin. I'm very impressed with the way Uzbekistan has not only developed IT in Tashkent, but is also developing in the regions.
O'zbekistonning nafaqat Toshkent shahrida, balki hududlarda ham IT sohasini faol rivojlantirayotgani meni juda hayratlantirdi. Aynan shu omil bizni o'z kompaniyamiz Software Professionals'ning turli hududlarda filiallarini ochish haqida o'ylashga undadi. Hozirda Farg'onada ofisimiz faoliyat yuritmoqda. Kelgusida esa boshqa hududlarda ham yangi ofislar ochishni rejalashtiryapmiz. Biz Amerika Qo'shma Shtatlari, Buyuk Britaniya va Yevropadan buyurtmalar olib, ularni shu yerda o'zbek dasturchilar jamoalari bilan hamkorlikda amalga oshiryapmiz. IT sohasida innovatsion tashabbuslarning boshlanishi aynan davlat siyosati bilan bog'liq. Bu esa avvalo ta'lim tizimi uchun mustahkam poydevor yaratadi. Umuman raqamli transformatsiya davrida hududlarning texnologik rivoji mamlakat taraqqiyotining muhim sharti. Ushbu IT park esa shahar iqtisodiyotiga yangi yo'nalish, yoshlar uchun esa zamonaviy kasblarga ochilgan eshik desak mubolag'a bo'lmaydi.